Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova silkasi opisaniyada. Urushni to'xtating. Putin safarbarlik e'lon qilganidan keyin Xitoy Rossiya va Ukrainani o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman safarbarlik e'lon qilib, mudofaa vaziri Sergey Shoygu 300 ming odam urushga chaqirilishini ma'lum qilgach, Pekin Rossiya va Ukrainani o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Van Wenbin Rossiya-Ukraina nizosi faqat tinch yo'l bilan tartibga solinishi kerakligini aytib, o't ochishni to'xtatishga da'vat etdi. Uning ta'kidlashicha, Xitoy davlatlar suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilish tamoyilini qo'llab-quvvatlaydi va barcha mamlakatlarning xavfsizlik sohasidagi ehtiyojlarini hisobga olishga chaqirdi. 15-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Samarqandda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uchrashgan. Uchrashuv boshida Putin Xitoy vakillariga Ukraina inqirozi bo'yicha masalalarni ochiqlashga va'da bergan edi. Bugun 22-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining sessiyasida ishtirok etdi. Prezident so'zining avvalida dunyoda yuzaga kelayotgan holatlar haqida gapirib o'tdi. Kechadan oldin kuni siyosat boshqa edi. Kecha boshqa bo'ldi. O'tgan kuni ikkita qo'shni davlat rahbarlari bilan gaplashdim. Davlat rahbari bo'lib, xalqning manfaatini o'ylab, kechasi-yu kunduzi tinim bilmay xalq uchun ishlasak yaxshi bo'ladi. Men Jizzax viloyat hokimi bo'lib yurganimda qo'shni chegaralar bilan qancha muammolar bo'ldi. 6 yil avval chegaramizda mina turardi. Agar shu minalar olinmaganda hozir tinchlik bo'larmidi? Borda keldi bo'larmidi? O'z vaqtida hal qilgan muammomiz yaxshi bo'ldi hozir, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z so'zida paxta yetishtirish va hosilni yig'ib olishdagi muammolar hal etilayotganini aytib o'tdi. Paxta mavsumida terimchilarga berish uchun pul berilmasdi bir vaqtlar. Men Jizzaxda hokim bo'lgan vaqtim Baxmal va Zomin tumanlariga borib, asal olib kelib, paxta pulining o'rniga terimchilarga tarqatganman. Bu qiyinchiliklar mening esimdan chiqishi mumkinmi? Aslo yo'q, deydi davlat rahbari. Shavkat Mirziyoyev hozirgi kunda paxtaning kilosiga 1,5-2 ming so'mdan berib terdirilayotganini ta'kidladi. Menga bankdagi pul kerak emas, aksincha xalqning cho'ntagiga kirsin. Paxtani kim yetishtiradi? Kim hosilni yig'ib oladi? Manfaat berilsa shu odamlarimiz hammasini chiroyli qilib bajarishadi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev avvallari bu vaqtlarda to'liq paxta bilan mashg'ul bo'linganini aytdi. Hozir esa barcha hokimlar vaqtining 10-15% paxtaga sarflayapti. Albatta buni bilgan biladi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari, prokurorlar, ichki ishlar xodimlarigacha xizmat joyida uylar qilib beryapmiz. Maqsad ular birovning qo'liga qaramasdan xalqimizni rozi qilib ishlashsin, deydi davlat rahbari.